Hocam sizga savol. Mana ertaga mehmonlar keladi, mehmon kutamiz. Archa parcha yasatmadik, o'zimiz oilaviy 31-ni yangi yilga o'tish qilib mehmon kutamiz. Birinchida qizim keladi, ya'ni qaysinglim. Mana birinchida ota-onamnikiga borsam. O'zinglar o'tiribsizlar? Mana shu jinnasi. Это odamni stupurga qo'yadigan narsa. Да. Я хочу, чтобы это спонтанно было. Да. Нет, первого числа, вот, допустим, man kelganligimda men birinchida onamnikiga boraman, tabriklagan berdik-da. Endi keyin kelinlar bormi, uyimda meni ham. Ular onasi bo'lgani boradi-ku, to'g'rimi? Ага, и как это вот было? Было так, что мы... понимают. Yo'q, мы договаривались. Допустим, birinchida men keladigan bo'lsam, Hilol ikkinchida borardi yoki keyin ham mana shunaqa borardi, deb mana shunaqa gaplashib olardik. Спонтанно hech kim kelolmaydi. Нет, что мы все вместе сидели, разговаривали, общались, bir-birimiz bilan kelishib olardik. И вот qaynonamga layhaq bering. Nimasini beraman? Вот mana shunaqa qilsa bo'ladi. Birinchida, допустим, qizim keladi deyish mumkin yoki ikkinchida qizim keladi, birinchida sizlar uyga borib kelinglar deyish mumkin. Вот и все, тут ничего такого нет. Да, to'g'ri qilish kerak emas, что bugun qaynisingiz keladi, jim o'tiring deb. Demak, qayinsingil bilan kelin gaplashib olish kerak. Да.